Xudo xolisi ikkita shit qo'yganmiz elektromobil uchun. Bitta elektromobil shit zaryadga ketyapti. Zaryadga qo'yilgan. Zaryadga o'tdi. Ikkinchi shitimiz ham Xudo xolisi tayyor bo'ldi. Ozgina ishlari bor. Pechint avtomatlari qo'yilgan, sal budjetniroq variant qilib. Zashtalar qo'yilgan, ozgina ish xolos ko'rib qilinsa bo'ldi. Buni o'rab qo'ysa ham bo'ladi aylantirib. Xolislar egalari shit ustidan aylantirib kabelini o'rab qo'ysa ham bo'ladi. Ikkinchi shitimiz Viko yig'ilgan, ikkinchi shitimizda avtomatlari zaryadga o'tdi-ku. O'zi avtomatik shinalari qo'yilgan, podsetkalar. Chetiga podsetka qo'yganmiz, sensor qo'yganmiz. 31.8 amper. Bu degani 7 kW xudo xolisi toza, salkam 7 kW toza chiqyapti. Ventilatorlar ishlayapti, qizib ketmasligi uchun.